Qo'la bozorda, nega qo'la bozorda? Shu qol ichasan, Misha? Assalomu alaykum. Bular 3,5 million so'm. 3,5 million. Qara, men internetda ko'rib yuribman. Bir qol olganda bir qol qo'shib ber tutdi. Ishini olsam hozir, nalicha oladigan bo'lsam, no qo'shib berasan. Kakras bizda shu emasina. Ha? Qara sizning odam yana keladi sunni so'rab. Ina. No bu. Ijaykan. Agar hozir men tiyindagini 3,5 oladigan bo'lsam, buni plus et qo'shib berasan. Tikadoni, olib borib beradoni, dastlabkasi kimda? Hammasi meni bo'ynimda. Hammasi seni bo'yningda. Imoni pastakini seviti bormi? Qana seviti? Yaykay? Yaykay? Yuyki desangiz yuyki, oqi desangiz oqi bor buni. Oho, ishi zo'r ekan. Ishi menga dahshat, yoqdi. Bemalol tavsiya etaman sizlar ham. Nomeringni, Instagramini qo'ysam, yana keldim men, ishi Hazaras bozor odimdan keldim desa, bir narsa qara qo'shib berasanmi yana bunda? Joynamozdan qo'shib beraman kerak bo'lsa. Joynamoz ham qo'shib berasan. Hisob, ina. Bo'saxonalari hamma narsasini qo'shib. Hisob. Bu qachondan davom etadi bu aksiya? 20-25 Demak, shunda 25-dan emas, 31-dekabr kuni kelsam mabodo yangi yil o'tiraman deb kelsa, bo'ldimi? Bo'ldi. Ina qoldi. Hisob. Sifati. Hammasini hamma razmeri bor. Endi puli shuna qarab netib boraveradi. Ha, o'zgarib boradi. Idan bu g'olni pul ololmaydi-da. Bo'ldi, tushundim. Qol olgansa bir qolga bir qol qo'shib beriladi. Bemalol magazinlarim 17:00 gacha ochiq bo'ladi ekan, magazinga kelib tashib yuraverasizlar. Bugundan boshlanadi aksiya. Hozir qo'yib beraman. Sifatine javob. Chil garantiya berasan. Qollari bitim. 10 yil bu narsani garantiyasi. Hali 10 yil ichida yuv solamsam, hech narsa bo'lmaydi. Magazinlar 17:00 gacha ochiq, bemalol kelaverasiz.